Taniqli dizayner va aktrisa Shahzoda Muhammedova 15 aprel kuni 35 yoshni qarshi oldi. Odatda tug'ilgan kunini nishonlamaydigan aktrisaga gapdosh dugonalari surpriz qilib sovg'alar ulashishdi. Marhamat, tomosha qiling va tabriklarni qoldiring. Hammaga xayrli kun. Bugun bizni gapdosh dugonalarimiz, opalarimiz bilan yig'ilishimiz bor edi va kutilmaganda tug'ilgan kuningiz deb shuncha gullab kelishdi, rejada yo'q. Assalom, arziysiz. Hech qachon tug'ilgan kun qilmaysiz, a? Dubay yoki chet elga ketib boradilar. Men shunga xijolat qilyapmanki, qizlar. Men o'zim hatto ketmayotgandilar, men aytib qo'ydim hammaga. Meni rosa ko'p yaqin dugonalarim bor-da, ular xafa bo'lib qolishi mumkin, o'ylab qolishi mumkin. Nimaga taklif qilmadi Shahzoda deb? Bizda gap, bizni gaplarimiz orasida. Yo'q, tabriklaginglar kelsa, bemalol ertadan 24:07 tabriklashinglar mumkin. Assalom. Umringiz uzoq bo'lsin. Qo'yda tug'ilgan kun qila olmadik. To'g'ri tushunasizlar, taxmin. Hammasi chiroyli ham. Zato bizlarni bugundan boshlab pink kiyimlarimiz bor. Yo'q, dugonalarimiz har doim bor. No, bahorda qanaqa pink kiyim anchadan bir kiymayotgan ekanmiz. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli bo'ladi. Hammalik. Baribir ro'zg'or zo'r. Da, shunaqa. Bizlarni ikonik gapda shunaqa zo'r narsalar bo'ladi. Kutilmaganda o'zi spontanda bo'lib ketadi. Niginani gapganlar edi. Shahzodani tug'ilgan kunlariga to'g'ri keldi. Aprelda o'zi shunaqa asal, dobri insonlar dunyoga keladi. O'zi bu yerda hamma dobri qizlar. Hozir boshqa mikrofon bering. Ha, Assalom, rahmat. Ilohim bizga ham nasib qilsin. toshlarni bosib, dunyoni bir nuqtasidan keldi siz uchun. Rahmat, kattakon. Qo'ysangiz, Madina bilan Makkaniki hidi keladi. Rahmat. Xohlasangiz Makkanikiga alishtirib olsangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Bu Madinaniki, bu Makka. Ha, ikkalasi ikki xilmi? Va qaranglar. Yo'q, bitta olam. Endi bunaqada tanlov qila olmaymiz. Mayli, birinchi berganingizni olaman, assalom. Birinchi menga mashina nasib qildilar. Mayli, Xudo xolasa, молодец. Nigina jonim, rahmat, kattakon. Rahmat, kattakon. Mashalloh. Hammamizga nasib qilsin. Qizlarimiz, go'zallarimiz. Sog' bo'linglar, oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik hech qachon tark etmasin. Rahmat. Men Shahzodani oldida gapiraman. Shahzoda rosa kulib turadilar. Ichida umuman dardi yo'q, hayotida kamchiligi yo'q deb o'ylaydi hamma. Hamma dardini va hayotdagi kamchilik deb bo'lmaydi, hamma hayotida kamchilik bo'ladi-yu. Hammada dard bo'ladi. Tabassumini orqasiga bekitadi. Eng zo'ri mana shu. Bildirmaylar. Zo'r yuringlar Har bir inson albatta ko'plab qiyinchiliklardan so'ng keyin muvaffaqiyatga erishadi, keyin baxtga yetadi. To'ppa to'g'ri.